Xomeyniy bu loyihaning faqat siyosiy emas, aqidaviy tomoni ham bor. Lekin Eron masalasi faqat geosiyosat emas. Bu loyihaning aqidaviy tomoni ham bor va aynan shu joyi yanada jiddiyroqdir. Chunki bugungi rejimning markazida oddiy siyosatchi emas, Ruhulloh Xomeyniy turadi. U shu davlatning asoschisidir. U mafkuraning bosh me'mori. Xomeyniy nima qildi? U siyosatni muqaddaslashtirdi. Faqih hokimiyatni oddiy davlat boshqaruvidan yuqoriga ko'tardi. Diniy rahbarni deyarli daxlsiz markazga aylantirdi. Lekin gap bunda tugamaydi. Uning qarashlarida imomlarga haddan tashqari maqom beriladi. Ularning viloyati oddiy yetakchilik emas, deyarli g'ayritabiiy darajaga ko'tariladi. Mana shu yerda siyosat bilan xurofot bir-biriga qo'shilib ketadi. Yana og'irroq joyi bor. Dofiziy imom Yoqubning muhim qatlamlarida sahobalarga nisbatan ochiq dushmanlik bor. Ayniqsa Abu Bakr va Umarga. Mo'minlar onasi Oysha radhiyallohu anha haqida ham og'ir tuhmatlar aytiladi. Bu oddiy tarixiy bahs emas. Bu islomni bizga yetkazgan avlod hezarlar. Yana bir og'ish bor. Allohdan boshqaga yuzlanish, Ali, Husayn yoki qabrlardan madad kutish. Demak, bu loyiha ikki qavatlidir. Tepada geosiyosat, tubida aqidaviy odosh. Shuning uchun Xomeyniy asos solgan rejimni shunchaki inqilobiy davlat deb ko'rish xato. Bu islomning asl mohiyatidan ancha uzoqlashgan rofiziylik dini va Fors imperiyasini qumsagan bir loyiha. Va aynan shu tuzilma bugun ham Eron siyosatini boshqarib turibdi.